Oğlum yoshing 5 ga to'ldi. Endi bu soskani emib yursang bori uyat bo'ladi. O'shaning uchun endi bu so'zga bilan xayrlashamiz. Xayr, so'zga. So'zga. Bu rahmatli menga ham shapkalarni so'zgani tashlab olgan ekan. Mo'g'im bor, ber bo'lmasin. Voy, so'zgani qara, bobo yopishyapti. Ana endi точно soska demaydi. Hammasi qilib ko'ribsizlar, foydasi bo'lmabdi. Bo'lsa bog'ga tashiymiz, katta bo'lganda uyalganidan tashlab yuboradi. Hozir men bitta dori yozib berdim, mana mashina olishinglar kerak. Lekin faqat shuni olinglar, bo'ptimi? Aptekachilar boshqa dorini ko'rsatadi, uni olmanglar, faqat shuni olinglar, chunki do'gorim bor. Voy, shu desangiz o'rgili qizingizni so'rab, o'g'lim bilan birga suvchilikka kelgandik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lingiz nima ish qiladilar? O'g'lim biznesmen.